Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Rahmat. Bugun Qalqonsimon ba'zi roli ojizlash to'g'risida ba'zi bilimlardan bahslaymiz. Endi bu filmni mesela yine o'dilim tatib qoldik, to'g'ri tushuninglar. Bugungi temalarimiz tovandigicha. Bunda rasmni yozib qo'ydim. Qalqonsimon ba'zi roli ojizlash degan nima? Ikkinchisi, Qalqonsimon ba'zi roli ojizlikning sababi nima? Uchinchisi, uning ojizlashgan chog'dagi alomatlari nima? To'rtinchisi, kimlarda bu kasallik ko'rildi? Beshinchisi, qaysi bo'limni tekshirdi ham davolaydi? Oltinchisi, Qalqonsimon ba'zi roli ojizlashni oldini qanday olamiz? Yettinchisi, davolanmaganda qanday kasalliklar paydo bo'ldi? Biz bu mundarijani chiqargandan keyin shu film tatib bo'lgandan keyin YouTube'ga chiqargandan keyin shu har qaysi shu mundarijga har qaysi temalarningki vaqtini shu belgilab qo'yman. Agar qaysi tema qiziqsangiz, asham biz bilan ko'rsin bo'ldi. Balkim bu tema sal uzrab ketishi mumkin, 20 minut bo'lishi mumkin, yo 20 soat bo'lishi mumkin. Ba'zi qarindoshlar unga vaqt yetmasligi mumkin. Shunga vaqtni belgilab qo'ysak, izlab ko'rishga texmi oson bo'ldi. Endi boshlaylik. Birinchisi, Qalqonsimon ba'zi roli ojizlik degan nima? Biz oldingi bir ikki videolarda shu Qalqonsimon ba'zi bo'ynimizning ostidagi kekirdakning ostidagilar kichik bir organ ekanligini dedik. Ham u badanning butun badanning har qaysi yeriga muhim bo'lgan T3, T4 degan hormonlar ishlab chiqarganini so'zlab o'tgan edik. Bularning hammasi yutdan foydalanib, shu Qalqonsimon ba'zi yutdan foydalanib ishlab chiqarganligini, butun badanniki shu normal ishlashi, hujayralarning normal ishlashi, o'sib bitilishiga oid foydali hormon ekanligini deb o'tgan edik. Ham shu jixlab ketgan chog'da qanday kasalliklar paydo bo'ldi? Chunki u ya jixlab ketdi, ya ozlab ketdi deganda benormal ahvollarni deb o'tdik-ku. Bugungi biz deydiganimiz shu dal Qalqonsimon ba'zi roli ojizlab ketgan chog'da qanday ahvollar bo'ldi? Buni ojizlab ketish sabablari pek jiq sabablar bor. Uni sabablarini bilan deb o'tamiz yana. Eng beshida shu Qalqonsimon ba'zi rolini ojizlashniki shu bir qancha tildagi tarjimasini ko'rib baqinglar. İngilizce hypothyroidizm deydi, Türkçe'de hipotiroidi deydi ve yoki tiroid bezde az çalışması deb qo'ydi. Hanzuchida jian yoki jiazhuangshen gongning jian tui deb ataydi. Bunun sebebi şu türlük sebepler. Mesela doğru sebeplik yoki buyun qismida şu radioaksiya nurninki to'xtamay şu nurning qayta şu tushishi sebeplik. Onun sırrını başka operasiya sebepleri var indi ötümüz. Şu sebeplerden şu Qalqonsimon ba'zi T3, T4 degan hormonni jiq ishlab chiqaramagan chog'dagi beden alomatlar ko'rilgan chog'da biz buni Qalqonsimon ba'zi roli ojizlab ketish deb ataymiz. Endi Qalqonsimon ba'zi roliningki ojizlab ketish sababi nima? Buning jiq sabablari bo'ldi, ammo buning ichidagi eng ko'p ko'rildigini, bo'lib ayollarda eng ko'p ko'rildigini şu Hashimoto deb bir kasallik bor. Bu Hashimoto degan so'zni balkim yaponlik bir tadqiqotchi topgan. Hashimoto sabablik badanda şu birinchi sababi. Hashimoto sabablik şu badanda o'z badanimizga hujum qiladigan ba'zi moddalarning paydo bo'lib qolishi. Bu sabablik bu moddalar berib Qalqonsimon bizga hujum qilgan chog'da Qalqonsimon biz buni mudofaa qilish uchun beshilik ko'p ishlab chiqardi. Ishlaydi, ko'p ishlab chiqarib, anandan keyin bu Qalqonsimon biz chidayolmay qoladi. Anandan keyin bu rol to'lab ketdi. Buni biz shu tibbiy jihatda Hashimoto kasali deb qo'yamiz. Ikkinchi sababi shu Qalqonsimon ba'zinikini to'liq taraqqiy qilolmasligi yoki bo'lmasa shu tug'ilgan chog'da yo'q bo'lib qolishi, undan sirtgina zahm uchirishi, zahm deganimiz radioaktiv nur yoki qansizlik, qonsiz bo'lgan chog'da masalan shu Qalqonsimon ba'zi bu bir kichik organ emasmi? O shu qon bilan badanimiz qonlar bilan shuni o'zini kuchlantirib taraqqiy qildirdi. Yana birisi, agar u yerda qonsiz bo'lib qolgan chog'da u organ yaxshi taraqqiy qila olmaydi. Xuddi shu mengimiz qon yetmedi, mengimiz ojizlab ketdi degan o'xshash Qalqonsimon ba'zi ojizlab ketdi. Endi radioaktiv nur deganimiz buni qanday tushunsak bo'ladi desanglar, shu doktorxonada CT deb bir narsa bor. Rentgen bor, masalan, rentgen shu nur teshib o'tadi, badanniki suyanaklarni ko'rdi. Undan sirtgina CT bor. CT shu rentgendan zahamli bo'lgan bir tekshirish. Rentgenniki 250 dan 250 hassigacha bo'lgan shu nur badaningizni teshib o'tib, badaningiz organlarini ko'rdi. Endi bunda qilishning ham ziyni bor, ham foydasi bor. Foydasi biz doktorlar badanning ichidagi ba'zi organlarni aniq ko'rish uchun tortamiz, amal yo'q. Lekin amal bor, jiq tortmaymiz, oz tortamiz, ayollar bek tortib ketmaymiz. U nur badanga ko'p kirib ketsa, ko'p teshib o'tkazsa, Qalqonsimon ba'zi ojiz, yumra, nozik bir yer. Uninki shu nimasini buzitdi. Rollarni ichidagi hujayralarni o'ltirib, ba'zi hujayralarni o'ltirib, ba'zi hujayralarni benormal qo'yib qoldi. O chaqda Qalqonsimon ba'zi roli ojizlab ketib qoldi. Üçüncüsü, shu menga osti bezdan kelgan TSH ismli bir xil hormon bor. Biz uni oldin qilib deb o'tgan mana. Mengimizning ostidagi vazir
men asti bezi yoki hipofiz deb atab qo'ydi. Asiyadan kelgan TSH degan hormonninki ozlab ketishi sababli qalqon sman bezga buyruq kelmagandan keyin qalqon sman bez ishlamadi. Mana buyruq kelmadi deb T3 T4 hormonlar ishlab chiqarmaydi. Bu bir sababi. Hamda u yerdagi TSH degan hormon nima deb ishlab chiqarmaydi? U yerda balki bir o'sma bo'lishi mumkin yoki boshqa bir operatsiya bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O chaqda TSH ishlab chiqarmaydi. Uningdan qalqon sman bez kelib, hormon ishlab chiqarmaydi degandek. To'rtinchisi, ba'zi coğrafiyalik rayonlarda, ishki quruqliklarda burungi zamonlarda ko'p uchraydi. Qalqon sman bezdagi hormonlarni iod yut bilan ishlab chiqardik-ku. Ishki quruqlarda yutni jiq yemaydi. Buni odatda dengizning atrofidagi rayonlar u yerda ko'proq iste'mol qiladi, chunki dengizda ko'proq chiqadi u narsalar, yut. Ana ichki quruqlarda shu yutni az iste'mol qilgan bölgelerde, rayonlarda qalqon sman bez roli ko'p ishlanmay qoladi. Qalqon sman bez roli ojizlab ketadi. Chunki uningga kerak bo'lgan element yut yo'q. Lekin hozir bu ahvolni az uchraydi endi. Jiq davlatlar hozir biz yotgan kunlik tuzning ichiga qalqon sman bez deyman. Biz kunlik yotgan nimaning ichiga, shu yutning tuzning ichiga yut qo'ydan bo'lib ketdi. Yana birisi shu tug'utning oldi keyinda qalqon sman bez rollari benormal şeydan bo'lib qoldi. Biz buni oldingi darslarımda deb o'tgan. Buning sababini hozir hech kim tepib chiqarmadi. G'arb meditsinasi tepib chiqarmadi. Shu homillikning oldi keyinida, yana birisi tug'utning oldi keyinida qalqon sman bezning roli ojizlab ketgan ahvol bo'lib qoldi. Chunki bir sababi, biz deydigan bir sababi, chunki bu vaqtmi hormon lazım, qalqon sman bez hormon lazım. Uni anadan oldi. Anada o chaqda yutni az yeb qolsa, yoki boshqa sababdan rol yaxshi ishlamay qolsa, o chaqda shu badandagi qalqon sman bez hormonining saviyasi to'lab turdi. Uning munosabatlik alomatlar kelib chiqadi. Ana yana birisi shu bedende öz autoimmunitet kasalliklari deb bir grup kasalliklar bor. Bu söz bizga biraz natunish yot tuyulgandek bilan, lekin bunun kasalliklarni biz bilamiz. Nimalar desanlar, tip 1 diabet. Bu diabet kasalligi tip 1, tip 2 deb bo'ladi-ku odatda. Tip 1 ko'pincha kichik bolalar ko'proq, yoshlarda ko'proq bo'ldi, kichik bolalar emas, yoshlarda. Yana birisi og'ir darajali qansizlik, og'ir darajada muskulniki kuchsizlik kasalliklari bor. Yana birisi yog'liq ich surish kasalliklari bor. Yana birisi biz doim anglaydigan revmatizm kasalliklari. Bularning ko'pinchisi o'z badan autoimmun kasalliklari. Ya'ni badandagi ishlab chiqargan ba'zi shu moddalar o'z badanimizga hujum qiladi. Oshqozon osti bezi hujum qildi, yoki boshqa hujum qildi. Agar bu kasalliklar biroz bo'lib qolsa, masalan diabet bo'lib qoldi deylik, yoki bo'lmasam shu og'ir darajada qansizlik bo'lib qoldi deylik, yoki bo'lmasam shu revmatizm bo'lib qolgan kishilar bermash qalqon sman bezdimi masala chiqib qolishi mumkin. Shunlashib uni bir tekshirib beqish kerak. Endi 3-chi cho'ng bir temamiz qalqon sman bez roli ojizlab ketgan joyda qanday alomatlar bo'ldi. Alomatlar biz oldin qitim qalqon sman bez rol eshib ketish degan chog'larda butun badan ishtikishlab ketdi. Asan jiddiylikda asan ishtika qildigan, badanimiz asan terlaydigan, sovuqdan qo'rqadigan, kilo olamaydigan alomatlarni deb o'tdik-ku. Qalqon sman bezining roli ojizlashib ketgan chog'da dal mushu boya deb o'tgan alomatlarning ta'tiri bo'ldi. Ya'ni badan xomishib qoldi, kuchsiz bo'lib qoldi, badan samirib ketib qoldi, chunki tomoqlarni singdirolmaydi, yaxshi singmaydi, badan shu energiyani yaxshi ishlatolmaydi. Bu sababli badanning eg'irlab turdi, odam o'riqlanmaydi, bo'yin qismida asta-asta ishish paydo bo'ldi, yana ko'rish quvvati asta-asta butun badanniki roli ojizlaydi. Bundan sonra yana qavziyat bo'lib qoldi, bu doim uchraydigan bir ahvol. Chochlарimiz uchlari ikki parcha bo'lib, qarasangiz ko'rimsiz, nurliq, paqiraq emas, yuzingiz bir xil xunuk bo'lgan bo'lib qoldi. Buningda sovuqdan qo'rqadigan bo'lib qoldi, badan ojiz bo'ldi ish qilib. Doim ardam bo'lib qolsiz, birozdan minib qolsangiz, ham uzunroq minib qolsangiz, ham yugurib qolsangiz, ardam bo'lib qolsiz. Tirnoqlaringiz asan yerildan bo'lib qoldi, yana chechingiz asan tushidi. Teringiz nacharlashadi, jinsiy hissiyotmi, jinsiy bu havasmi ozlaydi. Ayol xonim qizlarda shu odat benormallashadi. Masalan, ilgari 1 oyda bir bo'lsa, 2 oyda bir, 3 oyda bir turaqsiz bo'lib qoldi. Bu ahvollar kichik bolalardan ko'rish ehtimolli bo'ldi. Kichik bola ko'rgan chog'da kichik bolaning tishi asan baldir chiqmaydi, vaqtida chiqmaydi, yangi tug'ilgan bolalarda. Badanniki taraqqilishi yaxshi bo'lmaydi, inkaslar osti bo'ldi. Masalan, 3 oylik, 4 oylik buvoqlar ba'zi o'rlaydigan, ba'zi kuladigan bo'lsa, bu qalqon sman bez roli ojiz bo'lgan buvoqlar xamosh yotadan bo'lib qoldi.
balalarning o'sib ketishiga ta'sir qiladi. Kilosi, eg'irligi benormal bo'lib ketadi. Badan orqasi yana asta taraqqiy qildi. Bo'yi pakka bo'lib qoldi, aqliy iqtidor asta bo'lib qoldi. 13-11 yoshlar, 11-13 yoshga kirgan chog'da asta-asta qizlarning birinchi odati kelish boshlaydi. Kichik bolalar, o'g'illarniki ikkilamchi jinsiy xarakterli paydo bo'lish boshlaydi. Masalan, qo'ltiq ostida tuk chiqish degandek. Ammo bu bolalarda u alomatlar asta paydo bo'ldi. Masalan, keyin 13 yosh, 15 yosh, 18 yosh, hatto ba'zilarniki 20 yosh kirguncha ikkilamchi jinsiy xarakterli yetilamaydigan ahvol qoldi. Bularning hammasi bo'ldi deganlik emas. Bir qismlar, chunki bu kasallikning og'ir yenik ahvollari bo'ldi emasmi? Ba'zi kishida buningchiligi 1-2 alomatlar bo'lishi mumkin, ba'zi kishida 5-6 alomat bo'lishi mumkin degandek ahvollar ko'rildi. Yoki hammasi cho'qim ko'rilgan gap emas. Endi 4-chi bir temamiz qalqonsimon ba'zi ojizlab ketish kimlarda ko'p ko'rildi. Bu kasallik qalqonsimon ba'zi kasalliklari, masalan, jiq ishlab ketish, oz ishlab ketish, jiq ishlab ketgan chog'da biz jiq uchragan kasallik ichida Graves kasallik bor dedik, Graves inglizchasi. Endi oz ishlab ketishda Hashimoto degan kasallik. Bu kasallik, mana qalqonsimon ba'zi munosib kasalliklar, abstinarligi ayollar ko'p bo'ldi. Xonim qizlar ko'p bo'ldi. Bo'lib 30 yoshdan yashi cho'ngroq bo'lgan ayollar ko'proq ko'rish boshlaydi. Homiladan oldi keyin ko'rish boshlaydi. Uning sirt yashanganlardimi asosda bu kasallik bo'lib qolish ehtimolligi bo'ladi. Qalqonsimon abay bizda o'tganda qalqonsimon ba'zi operatsiya qilib boqqanlar yoki bo'lmasa qalqonsimon yon bez bor. Oqil 4 ta kichik bez bor. Uning operatsiya qilib boqqanlar, shu qalqonsimon bezga tegib ketish ehtimolliklari bo'ldi. Ular ko'rilib qoldi. Yoki bo'lmasa ba'zida o'smib qoldi. Uni kesib o'tdi. Jiqroq kesib qoldi. O chog'da qalqonsimon bez roli ostidan bo'lib qoldi. Yana birisi mana men osti bezida masala bo'lganlar ko'rildi-ku. U yerda operatsiya qilib boqqanlardan ko'rildi. Ailada qalqonsimon bez va ya boshqa o'z badan autoimmun kasalligi tarixi bo'lganlardimi bolalarda ko'rish ehtimolligi bo'ldi, ehtimolligi. Bo'yin qismida radioaktiv nurni to'liq tekshirganlar bo'ldi. Masalan, jiq kishilar berib o'pkisini CT tortadi, boshqani CT tortadi. Jiq tortib ketgan chog'da asta-asta mana qalqonsimon bezga ta'sir etganicha qoldi. Yana birisi biz abayda bitgandek, mana shu o'z badan autoimmun kasalliklari bo'lgan kishilarda, masalan, bir kishida diabet bo'lib qolsa, u kishida bo'lish ehtimoli bo'ladi. Revmatizm bor kishilardan bo'lish ehtimoli bo'ladi. Sadaf kasali borligi, oq kasal, nishadi, oppoq bo'lib qolgan, qichishdigan, saqochi tasbih bo'lgan kasalliklar. Unda kishilardami qalqonsimon bez rol ojizlab ketish ahvollari ko'rildi. Ro'y kasali bor kishilar ko'rish ehtimoli bo'ldi, chunki ular tomoqni benormal tomoq yeydi. Ba'zi ro'y kasalliklarni davolaydigan dorilarmi qalqonsimon bezga ta'sir qilgan ahvollar bo'ldi. Tug'ma g'ayrilik bo'lgan bu vaqtlarda, masalan, ko'p uchraydigan ikki kasallik bor, birisi Down deb birisi bor. Hanzochi Tangnada Zunghejing deb qo'ydi. Tangnada Zunghejing deb qo'ydi. Emirsa Turner deb bir kasallik bor. Bular tug'ma bir g'ayri kasalliklar. Bular odatda yaqin tuqqanlar, qandoshlik bo'lganlar, 3 avlodning ichida qandoshlik tuqqanlar bo'lganlar, to'yqanlar ichida bu kasallik bo'lib qolsa, Down, Turnerlar bo'lib qolsa, ularda mana qalqonsimon bez rol ojiz ketish ahvollari bo'lib qoldi. Endi bu kasallikni qaysi bo'lim qanday tekshirdi va qanday davolaydi? Endi yuqorqi alomatlar bo'lib qolsa, ham o'zingizda shu qalqonsimon bez roli ojizlab ketish shubhalansangiz, buni oila hekimi, sog'liq punkti, sog'liq o'jam deb qo'yamiz Turkiyada. Har qaysi davlatlarda bor bu. Ashab yer tekshirib boqsin bo'ladi. U yerda sizning qiningizga T3, T4 degan hormon tekshirib boqadi. Bu chog'da T3, T4larni tekshirgan keyin yana TSHni bil tekshiradi. Uni tekshirsa, qarasa TSH yuqori, T3, T4lar to'g'ri bo'lib qolsa, qalqonsimon bez hormonlar to'g'ri bo'lib qolsa, u chog'da mushu cho'ng kasallik guruhini shubhalandi. Ham buning ichidan boshqa texnik tafsili bo'lgan masalanga Hashimoto deb o'tdik abay. Agar shu kasallik bormi yo'qmi deb shularni jazm qilmoqchi bo'lsa, yoki boshqa sabablardan kelib chiqdimi, uni jazm qilmoqchi bo'lgan chog'da, u chog'da sizni ichki kasalliklar bo'limi yoki bo'lmasa ichki ajratma kasallik bo'limiga avatadi. U yer borgandan keyin sizning bo'yningizni tutib boqadi, ishlar bormi, yo'qmi, biroz og'rishlar bormi, yo'qmi, badan tekshirish qilib boqadi. Andan keyin haqiqatan bu qalqonsimon bezdan shubhalangan chog'da, qonlaringiz balki qayta bir xil tekshiradi. Bu xato chiqib qoldimi, to'g'ri chiqib qoldimi? Bir kontrol maqsadida tekshirib boqadi. Andan keyin ichida T3, T4, TSH larni tekshirib boqadi. Andan yana boshqa tekshirishlarni qilib boqadi, masalan, qonsizlik bormi yo boshqa ahvollar bormi deb. Ana buni sirt bo'yningizni bir ultraviyollet tekshirish qilib boqadi va qalqonsimon bezda shakli bir normallik bormi deb. Shu orqali hamda sizning badaningizda shu qalqonsimon bezda bir kasallik bormi yo'qmi uni jazmlashtirdi.
Endi yeni ba'zi ko'pincha davlatlarda mana shu kichik bolalar yeni tug'ilgan chog'da qalqonsimon bez hormoni tekshirib boqadi. Tug'ilishlam tekshirib. Endi bu kasallik qalqonsimon bez rol ozlab ketish kasalliklari Hashimoto dedik, masalan, yana boshqa diyabet sabablik, bu kasalliklar sababli kelib chiqishi mumkin dedik. Lekin shu qalqonsimon bez rol ozlab ketgan chog'da ko'pincha vaqtlarda sababini tepib chiqadi. Tepib chiqqandan keyin sababini tepib chiqqandan keyin chiqishlar osonlashadi. Agar faqat Hashimoto'dan bo'lgan bo'lsa, sizga hormon berib davolaydi. Agar hamilaning oldi keyinda bo'lgan bo'lsa, bir mezgil hormon berdi sizga, hormonlarni normal saviyada tutish uchun. Balki o'chaq saqlab ketish mumkin. Yana boshqa kasalliklar sababida, masalan, qansizlik sababli bo'lsa, qiningiz to'qlaydi, ana qalqonsimon bez asosan yaxshi bo'lib ketib qoldi. Degandek, sabablarini tepib chiqib shuni davolashga tirishadi, ham badaningizga alomatlarni azaytish uchun hormonlarni tampонlashtirishga tirishadi. Bu orqali sizniki badaningizni normal ishini kapolat beradi. Ammo shu qalqonsimon bez rol ozlab ketish kasali bo'lgan ko'pincha kishilar ning saqayishi oz. Endi hech bo'lmasa g'arb meditsinasida uniki tubdan saqaytib, mana shu qalqonsimon bezni chestay quvvatlamaydi. Ammo buni kontrol qilib, sizni yaxshi bir turmushga erishtirishga tirishdi. Ya'ni badaningiz hormonlarni to'xtatishga tirishdi. Endi qalqonsimon bez rol ozlab ketishningki oldini qanday olish kerak? Burungi zamonda ba'zi deb o'tgandek ba'zi jo'grafiyalik rayonlarda qalqonsimon bez roli ozlab ketdi. Chunki uniki yut kamchilik sababli ozlab ketdi. U kishilarga yutni berish orqali qalqonsimon bezniki normal hormon ishlab chiqarishiga yordam qiladi. Shu orqali kasallikni saqaytadi. Endi hozir jiq davlatlarda u ahvollar qanmidi. Jiqlar yo'q desak bo'ldi. Endi ishonchli do'konlardan shu xaltaliq tuzlar sotilishi kerak. Bunun sirtma shu hamilaniki oldi keyinida, hamila bo'lishning oldida, hamila bo'lgandan keyin qalqonsimon bez hormon tekshirib turish kerak. Chunki qancha baldur bayqay olsa, kasallik bo'lmasa yaxshi. Qancha baldur kasallik borligini bayqay olsa, qancha baldur davolash ilib bora olsa, tug'ilgan bolam yaxshi bo'ldi, o'zining badanim yaxshi bo'ldi. Yana birisi shu 30 yoshdan keyin shu erlar bulamdi, ayollar bulamdi, shu 6 oyda bir, yilda bir qitim qiningizdagi shu qalqonsimon bez hormonlarni tekshirib turishga odatlanish kerak. Bu orqali abay deb o'tgan o'xshash shu kasallikni baldur bayqab, baldur davolashga bir amonlik qilib bo'ldi. Agar shu abay biz deb o'tgan kasallik alomatlari bo'lsa, vaqtida berib tekshirib baxsangiz eng yaxshi bo'ldi. Qancha baldur bayqasa, qancha baldur davolash ilib bog'liq bo'ldi. Endi oxirida biroz deb qo'yganimiz, endi bu qalqonsimon bez rol ozlab ketgan chog'da uni davolash ilib bormasangiz, uni bayqadingiz, lekin uni bir aktiv bir davolash ilib bormasangiz qanday ergashma kasalliklar paydo bo'ldi. Abi biz bir muncha alomatlarni deb o'tdik. Xomish bo'ldi, og'riq bo'ldi, badan yaxshi ishlamadan bo'ldi, odat normallashdi. Bu deb keldik. Ular xuddi bir xil yuzaki, masalan, vaqtlikda gezqan bilan, lekin bular so'zilib ketgan chog'da bedende ağır alametler paydo bo'ldi. Chunki bu hormon bütün beden ta'sir qilishga yurak osti so'qidan bo'lib qoldi. Yurak osti so'qqan keyin qonsiz bo'lgan keyin bütün organlarga boradigan qon azlab ketdi. Boshqa bütün organlar az tashlaydan bo'lib qoldi. Asta-asta bu ağırlashib, masalan, menga qon az ketiyor, asta-asta xamushniki ruhsiz devanglik, hatta devanglik Alzheimer kasalliklari paydo bo'lish ehtimollari bo'ladi. Yurak ritmini ozlab ketsa, odam hushsizlanib yetib qoldi ahvollar bo'ldi. Hatta ki yürek so'qish ritmi 55-50 dan töven bo'lgan chaqlam xili biz ansiraymiz. Chunki bek az so'qib ketsa to'xtab qolish ehtimoli qoldi. Bizda bayda bitgandek bu vaqtlarda ko'rish ehtimollar bo'ldi. Bu vaqtlar ko'rgan chaqda bola asta kichik yetilib qoldi. Menga taraq qilishim asta bo'lib qoldi. Bu chaqda bu vaqt cho'ng bo'lgandan keyin naytdi shu deymiz endi ichiga bekinib olgan, ruhsiz, jamiyatga qo'shilmaydigan cho'ngib qoldi. Bu chog'da bu vaqtniki, bu balniki kelgusiga og'ir ta'sirlar bo'ldi. Shuningdek, kasallikni qancha kasal bo'lmagan yaxshi, kasalni qancha baldur bayqasa, shuncha yaxshi. Bugungi temamiz mishada oxirlashdi. Endi shu qalqonsimon bezniki ozlab ketish to'g'riliq bilmoqchi bo'lgan boshqa nuqtalar bo'lsa, shu temaning ostiga so'z qoldirsanglar, biz u savol javoblar shaklida uni ratlab chiqib yine to'rdashlar sunamiz. Andan keyin shu bugungi temamiz balki 20 minut atrofida bo'lib qoldi. Har qaysi shu bo'limlarni shu vaqt qilib ayirib qo'yma. Shu qaysi tema qiziqsangiz, shuni beslam ko'rsangiz bo'ldi. Men Nur doktor, ko'rish salomat bo'linglar, o'zinglarni bek asranglar. Allohga omonat.